Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, barchalaringizga xayrli kech. Bugun Palma kompaniyasi ijodiy guruhi yana bir insonni xursand qilish va kayfiyatlarini ko'tarish niyatidamiz. O'ktam aka, tug'ilgan kuningiz, yubiley yoshingiz muborak bo'lsin. Bugun juda ham ko'p tabriklar va dilizxorlar bo'lyapti, qo'ng'iroqlar bo'lyapti, lekin hammadan ko'p kutiladigan inson bu oila a'zolaringiz. Va fursatdan foydalanib, sizning farzandlaringiz Aziza opa, Shahobiddin, Fazliddin, E'zozaxon va albatta umr yo'ldoshi Dilfuza opam xursand qilish niyatidalar. Azizaxon bilan telefonda gaplashganimizni aytib qoldi. Bugun oliyjanob, mehnatsevar, mehribon, butun umrini farzandlariga baxshida etgan halol insonni tavallud topgan kunlar. Otamga bugun rahmat aytmoqchimiz. Dunyo turguncha turishlarini istaymiz. Butun umr mobaynida qilgan mehnatlarning barchasi biz farzandlarni baxtga yetkazish uchun. Va bugun bilishlarini xohlardim. Mana shunaqa insonni farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz va agar bu dunyoda shunaqa imkoniyat bo'lib yana qayta dunyoga kela olsaydik, biz istardikki mana shu inson bizni otamiz bo'lishlarini. Farzandlaringiz sizni yaxshi ko'radi. Agar ruxsat bersangiz, farzandlaringiz nomlaridan ularning ko'ngildagi dilizxorlarini sizga o'qib eshittirmoqchiman. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga dada. Rahmat dadajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga dada. Rahmat dadajon. Men sabab halovat bilmaganim siz. Mening ertam uchun tinmaganim siz. Har qachon yonimdan jilmaganim siz. Rahmat sizga dada. Rahmat dadajon. Bu satrlar, bu dilizxorlar barchasi siz uchun O'ktam aka. Bugun sizni oila a'zolaringiz, umr yo'ldoshingiz Dilfuza opam, farzandlaringiz Azizaxon, Shahobiddin, Fazliddin, E'zozaxon va barcha yaqinlaringiz nomlaridan tabriklaymiz. Nafaqat yaqinlaringiz, balki kompaniyamiz Palma nomidan sizga uzoq umrlar va o'ylagan orzularning barchasini ijobatini so'raymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng,
jon bolama jonim bolam dey so'zlaringiz tillolarga teng dada sizni yaxshi ko'raman jon dadama mehribon dadam so'zlarida mehri bor dadam kamtargina xokisor odam dada sizni yaxshi ko'raman jon dadama mehribon dadam so'zlarida mehri bor dadam kamtar dadam xokisor dadam dada sizni yaxshi ko'raman yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni ota bo'lib angladim sizni dada sizni yaxshi ko'raman Merhaba Öktem. Doğum günü kutlu olsun inşallah. Tüm sevdiklerinle birlikte huzurlu, mutlu, nice doğum günleri kutlarsın inşallah. Yarım asırlık çınar oldun. Yaş 50. Allah hayırlı, huzurlu, daha uzun ömürler versin inşallah. Türkiye'den bol selamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.